alaykum barchaga. Xo'p, remontda bizda Artel konditsioneri mana shu modeldan. Xo'p, bu yerda utechka bo'lgan. Utechka tashqi blokini qidirdik, tashqi blokda utechka chiqmadi. Mana shu ichki blokda qidiramiz. Общий trassadan bersak, utechka chiqdi. Endi o'zi испаритель o'zini chiqarib, damlab o'sha испарительdan utechka oqtaramiz. Chunki damlaganimizda maytdagi ulangan joylarda ham oqtardik, bu yerda chiqmadi. Endi katta ehtimol bilan ichkarida испарительdan chiqadi, ko'rsatamiz. Xullas damlab buni yaqin 30 bar atrofida damladiku. Suvimiz tindiqda, hozir endi suv ko'payib ketyapti, arada chaloqalandi. Xullas bu yerda utechka topolmadik, испарительni ichida bironta puzir ham chiqmadi, davleniyamiz ham tushmadi. Hayronmiz, endi trassani oqtaramizda. Trassani yechyapmiz. Bunaqa lenta qilib o'rashgan ekan, ko'k lenta. Biz ko'ramiz. Polni ochib ko'ramiz. Ehtimol shu trassada utechka chiqishi mumkin. Utechka oqtarish jarayoni. Bu agregatda alohida damlab tekshirdik, chiqmadi. Xo'p, испарительda alohida damlab tekshirdik, chiqmadi. Xo'p, mana boshqa trassa qo'ydik, lekin o'zining trassasini hozir nima qilib podachu обраткani ulab, damlab tekshirdik. И вот trassadan utechka chiqdi. Utechkani rosa qiynadi. Oxiri majbur bo'ldik trassani tekshirishga. Trassadan utechkani chiqdi. Sog' bo'linglar.